Salom do'stlar, bugungi videorolikimiz Profimax sayti orqali bo'ladi. Bu saytda sarmoyasiz va sarmoyali tarzda pul ishlashingiz mumkin. Sayt manzili videoning kommentariyasida va opisiyaniyasida bo'ladi. Bu saytda kirib olganingizdan keyin birinchi ro'yxatdan o'tish kerak. Statistikasini hozir ko'rsataman. Mana pulingizni 20 va 55 soat ichida 139% dan 600%gacha ko'paytirib olishingiz mumkin. Mana bu kalkulyator ham bor. Misol siz 100 rubl kirsangiz 8 daqiqada 34 rubldan beradi. Past 100 rubl kirsangiz 139 rubl qilib yechib olsangiz bo'ladi. Mana loyiha statistikasi. Depozit miqdori qancha bo'lyapti shunda? 74 million qancha ham so'm. To'lovlar miqdori to'lab bergan bu 28 million to'lab beribdi. 28 million to'lab bergan. Bu sayt yangi desa ham bo'laveradi. 10 kundan oshmadi. Foydalanuvchilar endi 6100 dona, 6139 ta. Bo'lmasa ro'yxatdan o'tishni boshlaymiz. Uning uchun mana kim bilmasa ko'rsatib qo'yaman. Ro'yxatdan o'tish deb turibdi. Agar sizning hisobingiz bo'lsa, kirishda bosib kirasiz. Men ro'yxatdan o'tishni tushuntirib beraman. Birinchi tizimga o'zingiz login o'ylab topasiz birinchisiga. Ikkinchisiga elektron pochtangiz. Uchinchisiga bir parol. To'rtinchisiga parolni qaytarib kirgizasiz. Misol mana bu yoqqa misol craft bir misol mana elektron pochta misol mana bunday qilib elektron pochtangizni qo'yasiz. Bu yoqqa parol misol craft bir misol yoqqa craft bir ro'yxatdan o'tishni bosasiz va mana o'tildi. Mana sizlar ham o'ta shunday qilib ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Mana men o'zim hisobimga kelib olaman. Sizlar ko'rdinglar qanday ro'yxatdan o'tishdi. Chiqib ketish uchun mana ko'rsatib beraman. Chiqib ketish uchun mana bu yoqqa kirasizlar, bu yoqqa. Bitta bosinglar, chiqish degan tugmani ezasizlar. Hozir o'zim hisobimga kirib ko'rsataman. Mana o'zim hisobimga kirib oldim. Men referalim yo'q, mana xohlasanglar referaldan pul topadi deb o'ylashinglar mumkin. Mening mana referalim yo'q, bilmayman, undan ham mana foyda 0. Foyda mana hamkorlar bitta, mana foyda 0. Men referaldan pul topmayman misol. Mana bitta ishlamayapti shu. Moliya balansim hozircha 0 so'm. To'lab berdi menga 133 rubl. Depozitlarim 1000 pashti 1019 rubl, 1000 rubl solganman. Yaxshi ishonchli saytlardan biri. Bunda mana bu yerda esinglar mana anaqa chiqib keladi, nima deydi? Pashti yerlarda birinchisi bonus bu. Bonus mana. Shuni o'qib chiqsanglar tanishib olasizlar. Pashti YouTube'ga, Telegram'ga, WhatsApp'ga, yana ijtimoiy tarmoqlarga post joylab shu nima deydi, sayt haqida post joylab, video chiqarib sarmoyasiz tarzda pul ishlasanglar bo'ladi. Mana ko'rsatib ham qo'yilgan. Mana 10 rubldan 15000 rublgacha video qilib turib, silkasini olib turib buni olasizlar, mana bu yerga qo'yasizlar. Video havolasini yoki reklama postini havolasini shu yerga qo'yib yuborishda ezasizlar. Mana yuborish. Shu yuborishni esinglar 2 soat 3 soatda 2 soat 3 soatda nima deydi, ko'rib sizlarga pullarni beradi. Sizlar misol ko'proq like qilsa, ashunga qarab ko'p beradi. Ikkinchi profil. Bu profil mana boya ko'rsatgan yerlarim shu. Pul solganlaringiz, chiqarib olgan balansingiz, shunaqa. To'ldirish. Mana to'ldirish uchun mana men Trondan to'ldirganman bir marta. Mana ular to'ldirganlarim. Mana bu to'ldirganim. 1019 rubl. Qanday to'ldiradi? Reja degan kirasizlar. Misol bu yerda 10 xil turi borda. 10 xil. Misol eng kichkinasi 100 rubl. 100 rubl 3 kunda ichida 139 bo'ladi. 500 rubl esa 1000 so'mga bormaydi. Misol 1000 rublga bormaydi. Adashib ketdim uzr. Uchinchisi 1000 rubl sarmoya kirishsalar 55 soat ichida
1500 so'm qilib beradi. O'rnatsa 20 soat ichida 600% oshirib berar ekan. 30,000 rubl depozit qilsanglar. Men 1000 rubl qilib ko'rganman, ishonchli sayt. Misol 100 rublni ezasizlar. Tizimni tanlashga ezasizlar. Misol sizlarda nima bor? Viza bormi, to'g'ri, Sberbank, shunaqalar yoki Bitcoin, Binance Coin, Tron va USDT qilib pul kirsanglar bo'ladi. Misol men aytgan 1000 rubl kirgizsanglar, mana 25 soat ichida 1,5 ming olasizlar deyapman. Mana sizlarga bir sekadan tushuntirib beryapman. Kontentimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Mana hozirgi ekan bu xulosa. Hozirgi mana bu pul chiqarib olish mana 113 rubl chiqarib oldim. Mana bu muvaffaqiyatli deb turibdi. Bu chiqarib olish uchun birlikmi? 3 nuqtani yon tepadagi 3 nuqtani ezib turib, sozlamalarga kirasizlar. O'sha yerdan o'zingizlarni nima deydi? Pastki anaqa Binance'ga Pay'ga kelib, Tron adreslarni kopirovать qilib yoki USD yoki Bitcoin adreslarni nusxalab olib, shu qo'yib tasdiqlashni boshlab, tasdiqlab qo'yasizlar. Shu bank kartalar bo'lsa, bank kartalarni keyin pul chiqarib olib, pul chiqarib olsanglar bo'ladi. Mana xulosa degan kirasizlar. Shu yoqqa mana hamon tanlash mana. Men Tron bilan USDT ni ulab qo'yganman. Misol USDT bittasi turma qancha ligini yozib 100 so'm bo'lsa, ezasizlar. Menda hozir mablag' yo'qligi uchun bo'lmayapti. Depozitlar. Bu mana bitta depozit qilganlarim hikoya chiqarib olingan. 222 rubl chiqarib olganman. Bu ikkinchi yo'l sarmoya pul topishdi. Bu sheriklaringiz qancha pul anaqa refra qilib, ular pul kirgizsa sizga bonuslar beradi. Misol qanchaligini bilmadim, menimcha 15% bersa kerak. Misol 1000 so'm kirgizsa 150 so'm berish, 200 rubl berishi mumkin. Adashib ketibman uzr. Hozirgi muhofazamalarga ko'rsatdim. Shu saytdan uzrcha kelib qoldim. Shunaqa. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Kontentimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Nima kamchilik, nima so'z, hammasini kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi safardan videolarimiz ko'proq chiqishni boshlaydi. Hammaga xayr.